Hasal harisi to'xtamay ham orom olmay ishlaydi. Har kuni 20 ming gul cheng'iga qo'nadi. Oshundoq jafoliq ishlash natijasida bizni hasalga o'xshash totliq bir oziq bilan ta'minlaydi. Amdi Allohni inkor qiladigan kishidan so'rab boqayli. Birinchi, hariga hasal ishlab chiqarishni kim o'rgatdi? Barliq insonlar birlashib 1 gramini ishlab chiqarammaydigan bu hasalni zaharlik bir hasharat qandoq ishlab chiqaradi? Yoki harilar biz insonlardanmi aqlliqmi? Ikkinchi, harining faqat hasal ishlab chiqarishni bilishili kifoya emas. Chunki bu faoliyatda faqat hasal ishlab chiqarishla o'ylashilmagan bo'lib, hasal insonlarga foydali holatda yaratilgan. Undoq bo'lgan ekan, hasalni ishlab chiqaruvchining insonning ahvolini va tan qurilmasini biladigan bo'lishi kerak. Holbuki, harida bundoq ilm yo'q. Yoki siz harilar insonlarni va ularning tan qurilmalarini biladi demoqchimi? Üçüncü, hasal ishlab chiqarib insonlarga yegizish rahmatning va mehr shafqatning namoyandasidir. Holbuki, harilarning bizga qarata marhamatimi, mehr shafqatimi yo'q. Fursat topganda zaharlik nashtari bilan bizni chiqavilishi buning o'p-o'choq isbotidir. Harilar bizga marhamat qilmagan ekan, undaqda bizga mehr shafqat va marhamat qilgani va haridan hasalni chiqarib bergani zodi kim? To'rtinchi, harilar gul cheng'ining changlashishidami muhim rol o'ynaydi. Gullardagi to'pchanglarni bir guldan yana biriga to'shib ko'payishiga kapolatlik qiladi. Bir gulga qo'ngan vaqtida uning yipishqoq ham qo'yuq tuklariga gul changlari yo'qidi. Ondan o'xshash turdagi boshqa gullarga qo'nib, gul changlarini uningga yo'qtiradi. Bu vazifaning o'rindilish jarayonida kishining diqqatini tortadigan mundoq bir sahna bor. Masalan, hasal harisi dastlabda bir gul chang'iga qo'ngan bo'lsa, toki shu atrofdagi o'xshash turdagi gullar tugaganga qadar boshqa turdagi gullarga qo'nmaydi. Buning sababi shuki, agar harilar o'xshamaydigan gullarga qo'ngan bo'lsa, gullarning cheng'i o'xshamagan turlarga yo'tkalganligi sababli gullar changlashmaydi va gullarning nasli qurib ketadi. Endi so'rab boqayli. Ajaba hasal harilari gullarni qandoq to'naydi? Gullarning naslining davomlashishi uchun bu jafoliq safarni nimishqa qilindi? Changlashtirish vazifasiga uyg'un bo'lgan tuklarni uning teniga kim o'rinlashtirgan? 5. Hasal harisining kichikkina qo'sqida hasalni pishirish va hasalga a'zolarni kodin chiqarib etish iqtidoriga ega bo'lgan zaharni aralashtirib qo'ymaslik favqulodda bir ishdir. Aqlsiz bir hasharat bundoq favqulodda bir ishni haqiqiy ishga oshirg'uchi bo'la oladimi?